Aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga qor polovining o'lchamlik etish usulini elib keldim. Qor polovining inchik nuqtalik yerlari bo'lsa, polovining rangini qor chiqarish uchun piyozni bilan hech qanday xurish ishlatilmaydi. Biz oldi bilan 1,5 kilo kala ve qo'y go'shtini 180 gram cho'nliqda parchalab olamiz. 1 kilo 8 gram sabzini sapqini qilnaroq kesib elbetib qalam chiqib to'g'raymiz. Sabzining rangi bir xil bo'lishi kerak. 500 gram piyozni lepis chilib to'g'rab, orqadan 300 gram qizil va ko'kmushni qalamchi qilamiz. 2 kilo 100 gram go'shtni paki sovuq suvda yuvib, to'g'ralgan go'shtni bir qancha elib, sovuq suv quyib, bir bal qo'shib tuz selib, 20 minut tamlandiramiz. Ya'ni qizilgan qozonga 200 gram qishimini quyib, may tushganda piyozning yerimini selib, ko'ydirib suzib elib etib, to'g'ralgan quyruq maydan 200 gram selib, qoldiq piyozning hamini birdek selib, to'g'ralgan sabzini selib, 5 gram tuz selib, qo'rib, orqadan 1 kilo 8 gram suv quyib, ustiga go'shtni ratlik tizib, tuvaqni yepib, bo'sh o'tda 10 minut dumlab qaynatamiz. Shakar, zirdan bir bal qo'shib selib, ustiga yumshlagan no'qni selib, orqadan ustiga ushva samsoq selib, go'shtni tekshir solamiz. Tuvaqni yepib, yuqori o'tda 10 minut, ya'ni o'tirhal o'tda 10 minut dumlab tuvaqni ichib, go'shtni tekshir o'rib, orqadan go'shtning yaxshi damish uchun cho'k sanchimiz. Ustini yaxshi sipab, simgan o'riqqa, ya'ni quruq uzumni pakiz yuvib solamiz. Uning ustiga oldi bilan pishirib tayyorlangan oqmash, qarmash, qizilmash, ko'k burchaqlarni silib, uning ustiga polovining yuzining elib olgan sho'rpasini qo'yib, ko'k qizilmishlarni silib, tuvaqni yepib, bo'sh o'tda 15 minut dumlasak polor tayyor bo'ladi. Ustidagi yemishlarni ayirib elib, polovni dasga to'kib, aralashtirib, polovni taqsiq usib, uning ustiga go'shtni besib, samsoq va ko'k qizilmishlarni ustiga elib, yemishlarni ustiga solsak tayyor bo'ladi.